Men bekordan bekorga zig'achlarning chempioni deb Ramis akamni aytmayman. Akam yengillik qilishda to'xtamayaptilar. Jigar, ishlaringizga omad tilagan holda keldim. Bu videoni akalarimizga jo'natib qo'yinglar tezginada. Aka, men shu nima bitta ma'lumot bera olaman shu haqida. Jigar bu soch to'kilishlarini to'xtatadi. Buni quruq sochkaga surkab qo'ysa 1 soat tursa, o'sha to'kilishini butunlay bir martani o'ziga qoldiradi. Agar kunda yana 1 hafta 10 kun surtib yursa, to'kilgan joylarni ham o'stirib beradi. Sinovdan o'tgan ko'pgina yaqinlarimizga berganmiz. O'tyaptimi aka? Bo'ldi. Oldin akamning o'zlari faqat ziravorlar, mana bunaqa murish narsa sotardilar. Hozir yengillik qilishdan to'xtamayaptilar. Semir olmayotgan, ozolmayotgan, vitamin yetishmayotgan aka-ukalarimizni kelaverasizlar. Soch o'stirmoqchi bo'lganlar. Yana nimalar bor aka? Nimalar qilib tashladingiz o'zi? Bizga giyohlar, ozduruvchi, semirtiruvchi. Gap bo'lishi mumkin emas. Eng zo'r trendiy narsa nima deymi? Mana shu. Yeganlar bormi? Olib yeb ko'rsataman, qani. Bismillah. Azob beradi, men qarang. Liboy borda. Jigarni taniganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Akamizlar polni o'zlari mana shu ijodlarni qilib yotibdi endi, xudo xolasa.